Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun yerinlik o'pka yallig'ini so'zlaydi. Yerinlik o'pka yallig'i yuqori qizitmaliq, yerinlik balg'am tükürüş, yo'tal, cheklik doirada o'pkadan yo'l xirib anglanadigan nafas yo'li kasalligi bo'lib, bu kasallikda asosli alomati yuqori qizitma bilan birga jug'juq, to'ngib titrash, yandan boshqa bu yerinlik balg'am tükürüş, o'tilash. O'tilganda bu ko'krak og'rish qatorliq alomatlar bilan ifodalangan kasallik. Bu kasallikning asosiy sabablari bo'lsa, ya'ni shu nafas yo'llaridagi yallig'lanishning ta'siridan o'pkada yallig'lik paydo bo'lib, taraqqiy qilsa yerinlik o'pka yallig'ini paydo qilib, o'pka ishqini paydo qilgan kasallik. Asosan nafas yo'llaridagi, ya'ni burun, ishilliq pardalari, bodamsaman bez, tish tüvi muluki qatorliq a'zolardagi kasallik, yallig'lanishlik kasalliklarning ta'siridan o'pka to'qilmalarida dastlabki yallig'lanish bo'lib, yallig'lanishdan chiqqan sirg'im suyuqliklar o'pka to'qilmalarini yerinlik ishqqa aylantirib qo'ydi. Bu kasalda asosli bo'ladigan alomatlar shuning uchun yerinlik nima bo'ladi? Ya'ni yerinlik balg'am tükürüş asas o'rinda turadi. Bu kasallikning yana bir sababi bo'lsa, teridagi har xil jarohat va yerinlik kasalliklar. Masalan, g'alurak, chiqon degandek teri kasalliklaridagi mushu teri kasalliklaridagi yerinlik jarohatlarninki buzuq chiritkichi, yine nikrozluğuçe maddeleri kan eqimi orqali o'pka to'qilmalariga berib, o'pka to'qilmalarini da yerinlik o'pka ishqini paydo qiladi. Yerinlik o'pka ishqini paydo qiladi. Ham undan boshqa ko'krakdagi zaxmalar, ko'krakdagi har xil zaxmalar, ya'ni ko'krak sohasida sirtdan urilish, so'qilish yoki ko'krak yallig'i, ko'krak parda yallig'i degandek ko'krakdagi har xil zaxmlanishlar, yallig'lanishlar u yallig'lanish ham zaxmlardan chiqqan sirg'im suyuqliklar o'pkaga o'tkazilib, o'pkadagi o'pka to'qilmalarini g'idiqlab, u yerdagi kasaldan qo'rqinish kuchini ojizlashtirganlikdan o'pka to'qilmalarida dastlabda yallig'lanish, uningdan keyin yerinlik ishiq paydo bo'ladi. Ham bu uning yana bir sababi. Yana bir uchinchi sabab bo'lsa, xilitlarninki g'ayritabiiy o'zgarishidan bo'lgan bo'lib, buning da asosligi qon xilitininki ufunatlanishi, yana sirtdan kelgan, yana chang-tuzang, istutak, so'qoq havo, zaharli gaz qatorliqlarning ta'siridan yoki sirtqi muhitdan badan ichiga kirgan, nafas orqali badan kirgan yoki o'pkaga kirgan har xil jarosimlar o'pkada o'pkani g'idiqlash orqali o'pkaninki qo'dinish kuchini, ya'ni quvvati tabiiyasini ojizlashtirib, o'pkada bu yerinlik ishqini, ya'ni o'pka yerinlik ishqini paydo qilishga sabab bo'ladi. Undan boshqa sho'rliq balg'am xiliti deymiz. Sho'rliq balg'am xilitimi balg'am xilitining g'ayritabiiy o'zgarishining bir qismi bo'lib, bu xilitning o'tkir g'idiqlash ta'siri va bular yig'ilib o'pkaga yig'ilib, o'pkadagi modda almashlik ta'sir yetkazib, o'pkada chiqirindi moddalarninki, yana o'pkaning yallig'langandan keyin yallig'dan chiqqan har xil sirg'im suyuqliklar o'pkaninki shu modda almashligiga ta'sir yetkazganlikdan o'pkadagi qo'g'dinish kuchi, ya'ni quvvat ojizlab, u yerdagi ba'zi chiqib ketishdagi chiqirindi moddalarning yig'ilib qolishi bilan o'pka to'qilmalarida yerinlik ishqni paydo qiladi. Buning bilan bu kasallik maydonga kelgan bo'ldi. Endi buni diagnoziga asosga, shu tipik alomatiga asosan diagnoz qo'yamiz. Birinchi alomatida yuqori qizitma bo'ladi. Yuqori qizitma bilan birga kasalda ba'zi to'ng'ish, jug'juq, to'ngib titrash qatorliq alomatlar bo'ladi. Ikkinchi qilib yerinlik balg'am tüküradi. Balg'amning rangi sariq bo'lib, nihoyat sesiq buraydi. Undan keyin yo'tal bo'ladi. Yo'talda balg'am chiqarganda ko'krak og'riydi. Yana bir alomati bo'lsa, plandoskopni qo'yib o'pka sohasini tinglab tekshirganda o'pkaning ma'lum rayonida bo'g'iq tovush anglanadi.
o öpke yırınlık ışıqının alameti olab hesaplanıdı. Ondan başka Belgam'da sual melip tekşirgen vaxtıda, laboraturik tekşirgen vaxtıda Belgam'dan yırın dançıları tepildi. Anladın ki, röntgende tekşirgen vaxtıda yırınlık ışık bağ orunda, yırınlık ışık bağ orundaki zıştıqı tekşi boğan buludu. Zıştıqı tekşi, etrafı tutuk buludu. Yırın bağya tekşi qınıq olup, onun etrafı tutuk rəngdə oludu. Bu yırınlık öpke ışığınınki diagnoz ölçümü olab hesaplanıdı. Ondan başka biz bu öpke yırınlık ışığını qanday kasalliklar bilan seliştirib farqlandırmamız degende birinci qilib öpke yalığıdan farqlandırmamız. Mesela öpke yalığıda belgam dat rənglik belgam tükürüş buludu. Ma o öpke yırınlık ışığıda yırınlık öpke belgam tükürgen buludu. Yani ses rənglik belgam tükürgen buludu. Bu keselde öpke yalığıda olsa ağız til etrafıga kalpıklarga qoqaq çıqqan boludu. Manında onda olmaydı. Öpke yalığıda işki mağızı qızağan boludu. Manından da olmaydı. İkinci qilib kanayca öpke rakidin farqlandırmamız. Hem de kanayca öpke yırınlık öpke ışığıda belgam miqdarı az oludu. Irak'ta. Röntgende tekşirgen çağda kavakның ornu bir tarafga yaltaygan, yani bir tarafga eğip ketken boludu. İçki divarda igizpes kavak etrafları kavakla boludu. İgizpes kavak etrafları da yallık roşen emas boludu. Roşen bolmaydı. Hem de röntgende bu kasalni davolamaganda, vaqtida davolamaganda onun akıbeti vaqtida davolansa kasalni davolab saqaytqili bo'ladi. Agar vaqtini o'tkazib yotsa yoki to'g'ri davolamaganda bu kasalda yirınlıq xarakterlik, yirındaş xarakterlik havoliq ko'krak kasalligiga o'zgarib ketadi. Yana bu yirınlıq o'pka yallig'i vaqtida davolanmay uzun so'rlab ketib qolsa, yirındaş xarakterlik havoliq ko'krak. Yani o yırın öpke içinden yoki öpke dairesinden chiqib ketib, ko'krak atrofidagi perdelene, ko'krakni yirınlıq yallıqqa havoliq ko'krakka havoliq ko'krak kasalligiga taraqqiy qildirib qo'ydi. Yoki o'pka to'qilmalari nekrozlanib, menga yirınlıq ishqini paydo qiladi. Ya'ni bu öpkeden to'qilmalardan buzulgandan keyin bu buzulgan, chirgan, nekrozlanduğan mikroblar kan ayış arqılıq menga berib, menga yirınlıq ishqini paydo qilib, uningdan xatarlik ahvolini keltirib chiqardi. Shunga uni vaqtida davolash lozim. Endi davolashda birinchi qilib ig'iz bo'shliqiningki tozaliqini alohida yaxshi tutish lozim. Ig'iz bo'shliqini doim tuz suyu bilan chayqab turish lozim, g'arg'ar qilib turish lozim. Burun bo'shliqlarini durib to'kib, burundagi yalloq, durluq, burun shilliq pardalarining yalloqlarini yo'qotishga tirishib lozim. Ondan başka tinch o'rinda kasalni arim aldırıp yatqızish lozim. Andin bu xilitlar o'zgarishidan bo'lgan bo'lsa, masalan, xilit, yani ufunatlangan qon xilitidan bo'lgan bo'lsa, qon tozalash, ufunatlanishning oldini olish uchun tirishish lozim. Üçüncü qilib, yalluq qaytirish, qizitma qaytirish, nafasni ravonlashtirish, yürekni quvvatlash maqsadida doğru ishlatish lozim. Bunun için biz qizitma qaytirish, yalluq qaytirish, yirınlıq ishqni qaytirish maqsadida arqi murakkab bak yaxshi keladi. Shaxtarra, ittirib nima, matbuq shaxtarra, habbi shaxtarra, qatorliq qon tozalag'uchi, yalluq qaytirg'uchi, yirınni tozalag'uchi dorilarni ishlatish lozim. Ma'jun o'chib sharbitimi bunga yaxshi keladi. Endi birisi yirın tozalash uchun, o'pkani pokizlash uchun hem quritish uchun supupisartan, ma'jun o'chba qatorliq dorilarimiz yaxshi paydo qiladi. Undan keyin nafasni ravonlashtirish, yurakni quvvatlash, qizitma qaytirish, yalluq qaytirish maqsadida zupa sharbati, ansil sharbati, pariyadiras sharbati, loq chilg'uza, xemir marvayit, xemir abrishim qatorliq hem yurakni quvvatlaydigan, hem nafasni ravonlashtiradigan, hem o'zi o'pkaninki qo'g'dinish kuchini oshiradigan dorilarni ishlatish lozim. Hamda diqqat qilgan ishlar birincisi bu shu yemek içmekiga o'zi suyuq silan singishlik, quvvatlik bo'lgan tamoqlarni latif g'izolar bilan oziqlantirish lozim. Asosan qo'rg'an tamoq bu kasallikka bak yaxshi kelmaydi. Shunga suyga silib atgan shirguruch,
mao çöp, ondan keyin seytan, qatarlıq şu suyuqsilan o'zi yumshoq bo'lgan, oson singadigan, suyga sablatgan tamoqlarga oid yaxshi keladi. Bu qo'rg'on tamoqlardan, tez singadigan, qiymaliq tamoqlardan, singish, yel paydo qiladigan qiymaliq tamoqlardan parhez qilish lozim. Ochiq chuchuk narsalar, undan keyin so'qoq su qatorliqlarni yiroq turish lozim. So'qoq o'tkazilishdan saqlanish, zukam tegishdan saqlanish bunday kasalliklar. Bek ko'p harakat qilishdan saqlanish, tamaki, haraqdan yiroq turish, bek charchab ketishdan, achchiqlanishdan parhez qilish lozim. Bu g'am andishimi bu kasalga foyda qilmaydi, yaxshi kelmaydi. Hamda ma'o o'pkininki yig'ini tozalab bo'lgandan keyin quvvatlamak uchun, uni quvvatlash uchun lo'qi chilg'uza, lo'qi badam, lo'qi katan qatorliq shu o'pkini quvvatlagichi, o'pkining kasalga bo'lgan qarshilik kuchini oshiruvchi dorilarni ishlatish lozim. Unda bo'lsa bugungi leksiyamiz yumshatqichi bo'lsin, davomini keyingi leksiyada davomlashtiriladi.